Shu bolani aybi bo'lsa, qamalishligini, tarafdorligimni elchixonaga yuborgan hujjatlarimdan aytdim-a. Ha, uni ko'rdingiz, videolarimda ham aytganman, qamalib ketsin aybi bo'lsa deganman. Bu ayblovni mendan olib tashlanglar, asabimga tegmanglar, kommentariyada ham siz ham. Yashirganmikin deb degan videolaringizni qilmang menga aka. Avazbek gap yashirganmi degan so'roqli haligi odamni Qachon siz yashirganmikin deb video. Bloger nima qilmoqchi deb. Meni fikrimni, meni maqsadimni tushundingizmi? Sizning maqsadingiz boshida boshqacha edi. Qarang, siz bilan biz hozir juda bir chiroyli tugatayotgandik. Sizning maqsadingiz boshida umuman boshqacha edi. Siz faqat Nozimaga minus qilgan video qilyaptidingiz. Mana endi haqiqiy avaz mana bugun uyg'ondi. Shuni biling. To'xta, men videolarimni ko'rmabsiz shekilli siz aka. Ko'rdim. Aromi shu olib Nozimaga minus video qilganlaringizni nazarda tuting. Adolat. Agar shu o'ldirgan bo'lsa, shunga adolat. Men shunga o'zim bo'g'ib o'ldirib qo'yaman. Adolat. Unaqa qilmang. Yana deb aytganman. O'lib qolsa, uni keyin nima bo'ladi? Ukam mana shunday. Mana gap qayerda? Shunaqading. Siz ekan. Bu mani qara, odam atodan tug'ilganmiz biz. Siz o'zbek tilini bilmas ekansiz. Biz odam ato, musulmonlar hammasi aka-uka. Biz odam atodan paydo bo'lganmiz. To'g'rimi? Ha, endi bunaqa. Siz o'zingizni tushunchangiz bilan ana-pana qilmang menga. Ey, asabimga tegmang, bo'ptimi? Javohirbek. Na, siz asabingizga tegmayman, siz asabiylashmang. Koreyadagi hammasi meni akam, ukam. Qanday tushundingiz? Malades, zo'r. Koreyadagi hammasi meni akam, ukam. Bu ham meni ukam. Nozima ham meni singlim. Tushundingizmi? Ana-pana qilmayman. Shunaqamidi? O'zingizni singlingizni bu aro ochadi deb olib chiqishingiz qanchalik to'g'ri bo'lmasa? Ey, endi eshitib turing. Siz vashib boshqa tomonda. Siz xolis bas ekansiz. Bekor siz bilan primo qilibman. Nega? Xolis bo'lib yaxshi gaplashyapsiz, o'zingiz asabiylashib ketyapsiz-ku. Siz unaqa jinnig'ini savollaringizni qilmang. Men aytdim, normalniy odamlar sizni kuzatib turibdi. Bu jinnisi emas, bu jurnalistik surishtiruv va bu tupikka tiqadigan savol. Jurnalistik surishtiruvda bunaqa qilmang siz. Qanaqa bo'ladi? Siz oldin meni kuzating. Men qanaqa odamman? Men sizga qanaqa odamligingizni aytib bo'ldim. Men Koreyani har bitta yurgan insonlarni akam, ukamdaqa ko'raman. Mana u bolani men boshida ham aytganman, bu bolani. Bu bola bitta odam degan, Alloh taolo bizni bitta odam degan insondan paydo qildi. Ular uni belidan paydo bo'ldi. Meni tushunchamni tushuningsiz? Tushundim. Siz qaysi oyda tug'ilgansiz? 92. Ne? Siz meni ukam ekansiz, oyiga kichkina ekansiz. Voy, endi boplar. Endi meni pozitsiyam, siz meni tushuning. Bu meni ukam deganim, bu meni radno ukam, ammam o'g'li, xolam o'g'li deganim yo'q. Radnoyizda, nima deydi? Aka-uka o'zbek. Ha, aka-uka musulmonlar. Bu hadis bu. Musulmonlar hammasi aka-uka. Tushuntirib beradimi? Siz yana meni tushunmayapsiz. Men tushundim. Musulmon sifatida, mana birodar sifatida bu aka-ukam do'stsiz, to'g'ri? Gap yo'q. Siz men bu bola menga dalili dushman ekan deb o'ylamang. Bu sizni mana musulmonchilikdan kelib chiqayapsiz. Bu sizni raz ukangiz bo'lsa, Nozima ham sizni singlingiz edi. Bu bizning singlimiz edi. Men nima deyapman? Prosta uni ichib oldi deb olqish bu noto'g'ri narsa edi. Noto'g'ri narsa. Hozir kimni qidiryapsiz bo'lmasa? Kim turing? Men hozir Nozimani qotilini oqtarish uchun, topish uchun, agar shu bo'lsa, biz qanaqa ishlar qilib yurganligimizni siz Amerikada stolda o'tirib olib qattan bilyapsiz. Biz kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan biz ishlayapmiz. Biz realniy biz ishlayapmiz. Ha, xursandman. Nima ish qilib qidiryapsizlar? Qanaqa qilib qidiryapsizlar? Ommaga aytaylik, mana shuncha odam kuzatyapti. Ha, ommaga aytinglar. Eshitib turing. Nima qilib qidiryapsiz? Qanaqa qilib qidiryapsiz? Meni xotin. Bu eshitib turing siz. Bu xotin o'zini qilgan uchun Allohning oldida o'zi javob beradi. Men buni muhokama qilmayman. Lekin mana shu ishda, mana shu Nozima ishi bo'yicha to'xtab turing. Siz bu aytayapti sizni. Bu shuna deyapti, tushundingizmi? Endi bu aytayapti, men emas. Endi bu inson Allohning oldida javobini beradi. Men buni muhokama qilmayman. Men har doim kim gapirayotganligiga ahamiyat bermayman. Nimani gapirayotganligiga ahamiyat beraman. Bir o'g'ri ham to'g'ri gapni gapirishi mumkin-da. Bir olim odam ham yolg'on gapirishi mumkin-da. Men shuning uchun
bu fohisha ekan, bu nukan bukkan deb turib, uni gapini kim gapiryapti, o'zing kimsan, nima deyapsan degan ma'noda emas. Haqiqatni gapiryaptimi yo nohaqlikni gapiryaptimi deb turib, men shunaqa ko'z bilan qarayman. Endi bu ayolda siz noto'g'ri kelyapsizlar bir-birlaringga. Yo, u ayolni qo'shmay, men sizga ertaga video reels qilib chiqarib o'zingiz nimaga bu ayol bilan yuribsiz deganingizga, bu ayol aynan mana shu ish bo'yicha Nozimani oldida 2 yilmi, 1 yilmi yurganligi uchun juda ko'p narsalarda 5 oy ekan. Kerak emas. Kerak emas gap gapiryapsiz, aka. Umuman birinchidan qotib ham qoldi. Qotib qoldi. Eshityapsizmi? Juda ko'p, Endi eshitildi. juda ko'p Nozimaga aloqador narsalarni bilgani uchun, keyin o'sha Melisaxonani oldida uyi bo'lganligi uchun, birorta muammo bo'lsa Melisaxonaga g'ir etib kirib chiqqanligi uchun, tilni bilganligi uchun bu ayol bizga xolis Nozimani Yana qotib qoldi, aksiga olib. Qotib qoldi.